Boshqa ha. Selam canım. Abdullah o ziyaretga olibdi. Baringizga ming shukr, aqli bosli farishta, hoji bo'ldim, hoji bo'ldim, hoji bo'ldim, jonim muborak bo'lsin. Selam. Nasılsınız? 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 İmane görüştüğüm değil mi? Selam. Assalomu alaykum. Ovqatlanmisiz? Alaykum assalom. Ana o'tiringlar, ey. Aşağıhanı koyayım, aşağıhanı çaplıca gittiler. Hani yakka qoda. Dadasini qilib yuribdi, dadasini. Amma dua qiling. Sog' salomat kelganingiz shukur, ziyoratlaring Alloh daryohida qabul qilsin. Endi safarda hozir haj safarlarga borish Alloh nasib qilsin, oilaviy borishlikni, jamoamizda jiyanlar ham hammamiz birgalikda borishlikni Alloh nasib qilsin iloyim. Hammani xonadonida faqat shunaqa xursandchilik, bag'ri bo'shlik, tinchlik, omonlik bo'lsin iloyim. Xatolardan xato bo'lmaylik, sanamizdan kam bo'lmaylik iloyim. Hammani topgan faqat yaxshi yo'lga, yaxshi kunlarga, yaxshi to'ylarga buyursin Allohim. Qayta haj safari, umra safarlarga borib, Alloh bizga bergan farz sunnat amallarni to'la to'kislikda bajarib, Alloh dargohida qabul qiladigan darajada ibodatlarni to'la to'kis qilishni Alloh hammamizga nasib qilsin. 5 nafar namozlarda qol. Endi uxlalar da yema ko'rsin. Ketdilar. Yapasal. Bak. Qo'chaqlar
Aytmasdan duo qiling, sizlar. Aytmoqchisingiz. Qiling, aytmoqchisingiz. Qiling, aytmoqchisingiz. Odam bilan ko'rishaylik. Oy, buncha kiyimlar yarashdi. Oy, men o'rgutini. Amin. Ya Rabbil alamin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud salovatlarimiz bo'lsin. Ya Rabbil alamin. Ziyoratlarga qadamlari yetib borib kelgan ukamiz ziyoratlari qabul bo'lsin. Allohim o'zi ajr savoblardan nasib qilsin. Umra haj safarlari yana bardavom bo'lsin. Qolgan jigarlarimizga ham nasib qilsin ilohim. Hammamiz oyog'imizga yetib, o'sha yerda duojon qilib, chiroyli ziyoratlar qilishni nasib qilsin. Allohim pok parvardigorim, ilohim ko'z tegmasin. Xatolarimizdan xato bo'lmaylik, tanlarimiz sog', umrjonlarimiz uzun bo'lsin. Shunaqa yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Avlodlarimizdan qoriyu qurrolar, olimu fuzoralar, qoriyalar chiqsin ilohim. 70 ming avloddan chiqsin ilohim hammamizdan. O'sib kelayotgan navaralarimiz ham katta yigitlar, katta qiz bo'lsin, chiroyli to'ylar bo'lsin. Bularga ham Allohim nasib qilsin. Alloh o'zini kalomini o'qishlikni hammamizga nasib aylasin, pok parvardigor. Alloh yomon ko'zdan o'zi asrasin, tinchlikda, xotirjamlikda umr guzaralik qilib yurishlikni hammamizga nasib qilsin, xonadonlarimizga fayz barakot bersin. Allohu akbar. Bularni shirinligini qaranglar. Voy voy. Suyanganim tog'im berdi sizni onam, yashnab turgan bog'im berdi sizni onam. Suyanganim tog'im berdi sizni onam, yashnab turgan bog'im berdi sizni onam. Bu dunyoda hatto aziz otamdan ham mening yaxshirog'im berdi sizni onam. Umraga, hajga borishga yana nasib qilsin hammaga. Hamma tan joni sog' bo'lsin. Allohning barakoti xonadonni, hamma xonadonga tan joni sog' bo'lsin. Bunday keyin ham ko'rgan yaxshi to'ylar ko'rmaydi. Siz onam shunday bino qo'ygan otam siz. Shul sababdan ko'cha ko'yda yurganimda xotirjamman. Xonadonim chirog'isiz. Shul sababdan ko'cha ko'yda yurganimda xotirjamman.